Namanganda bunaqa katta mebel showroom borligini ko'pchilik bilmaydi. Hozir men sizga ushbu joyning top 3 ta fishkasini ko'rsatib beraman. Birinchidan mashhur amerikalik blogerlarning ham e'tiborini tortgan mana shu oshxona mebeli aynan Savlat mebelda yasalgan. Bundan tashqari bu yerda Turkiyaning asl mebellari hamda Polsha, Italiya mahsulotlari tayyorlangan yumshoq mebellarni ham topishingiz mumkin. Istasangiz o'zingiz xohlagan razmerda hamda ranglarda yumshoq mebellarni ham tayyorlab berishadi. Ikkinchisi esa birgina yengil harakat bilan istasangiz spalni mebel, xohlasangiz yumshoq mebel bo'ladigan mana shunaqa garnituralar ham mavjud. Qo'shimchasiga O'zbekistondagi mashhur brendlarning 10 dan ortiq tayyor spalni mebellarni ham bu yerdan topishingiz mumkin. Bu esa Savlat mebeli qoq yuragi. Sababi bu yerda Yevropa standartlariga mos mebellar tayyorlash uchun 10 dan ortiq jami bo'lib 500 ming dollarlik stanoklar mavjud. Ikkinchisi, hovlingizga Savlat berib turadigan mana shunaqa to'qimali ratan stol stullarning 8 kishiliklarini hozirda chegirmali narxda, ya'ni 2 million so'mgacha bo'lgan chegirma narxida xarid qilishingiz mumkin. Biz Namangan uylari doim obunachilarimiz o'ylaymiz hamda Savlat mebel egalari bilan kelishib qo'ydik. Agar biz nomimizdan keladigan bo'lsangiz, sizga yanada chegirmali narxda mebellarni tayyorlab berishadi. Manzilimiz Promzona savdo kompleksining shundoqqina ro'parasida.